Эфирga кино, бриллиант, Звучит как узбекский плов. Ba'zi odamlar shunchalik ko'p xato bilan gapirishadiki, hatto buni o'zlari ham sezishmaydi. Balki siz ham shundaydirsiz. Aslida juda ko'pchilik gapirayotganda xato qilib gapiradi, lekin buni o'zlari bilishmaydi. Buning 3 asosiy sababi bor. Birinchisi, o'z nutqini tinglamaslik. Judayam ko'pchilik o'z nutqini hech qachon eshitmagan. Sizchi o'z ovozingizni yozib olib eshitib ko'rganmisiz? Ikkinchisi, agar atrofingizdagilar xato bilan gapirsa, siz ham xuddi shunday qilasiz. Masalan, gap yo'q. To'g'ri gapmi? Uchinchisi, maktabda nutq to'g'ri o'rgatilmagan. Bizga maktabda grammatikani o'rgatishadi, ammo qanday qilib to'g'ri va ravon gapirishni o'rgatishmaydi. Shuning uchun ham ba'zida rasmiy nutqlar ham xato bilan ketadi. Xo'sh, bunday xatolarni qanday oldini olish mumkin? O'z ovozingizni yozib ko'ring va uni eshiting. Instagramda bitta ekspert ovozingni yozib eshit deydi. Qani eshitay qani? Instagramda bitta ekspert ovozingni yozib eshit deydi. Qani eshitay qani? Aniq hayratda qolasiz. Ikkinchisi, ko'p kitob o'qing va so'z boyligingizni ko'paytiring. Ko'p bilim chiroyli nutq degani. Uchinchisi, to'g'ri gapirgan odamlarni tinglang. Jurnalistlar, olimlar va meni tinglang.